Qadrdonlar standart eshiklar, ya'ni MDF yasalgan eshiklar narxlari вообще arzon bo'lib ketdi. Balandligi 205, eniga 85, 3 ta oshmosh qo'yilgan, ruchkasi qo'yilgan, narxi 450 ming so'm bir donasi. Xohlasangiz bu yerda promogallari bor, qadrdonlar, bularimiz 550 ming so'mdan. Ko'rib turibsizlar, vibr juda ham ko'p. Bu yerda yana kraskalangan varianti ham bor ekan, qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar. Bularimiz narxi 650 ming so'mdan. Bor yo'q 650 ming so'm bir dona eshik. Xohlasangiz mana bunda ikkita polosali bor ekan. Bunimiz ham 650 ming so'm. Qo'sh qanotlarga keladigan bo'lsak, qo'sh qanot, high-tech fason tevasida promogasi borlar 800. 800 qancha edi? 800 ming. 800 ming so'm. Agar bez promog bo'ladigan bo'lsa, 700 ming. 700 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olsa, undan tashqari bu yerda oq, jigarrang, mokriy svetdagi alyumin profildan yasalgan eshik romlar bor. Standartlari juda ham arzon. Agarda nostandart kerak bo'ladigan bo'lsa, 380 ming so'mdan 1 kvadratni tayyorlashib berishadi. Tamam.